Hammaga salyoti. Bugun svidaniyaga Get Ready With Me qilib ko'ramiz. Vampirlar stilida Graf Drakulani filmini ko'rgani ketyapman. Shunaqa obrazlarni qilib ko'rishimiz kerak. Albatta, to'g'ri keladimi yo'qmi sizlar baho berasizlar. Qani ketdik. Shunaqa vampirlar stilida o'zimga ko'ylak oldim. Nima deysizlar qizlar, asalmi? Ish qilib yarashsin deb niyat qilyapman, lekin kiyib ko'rganimdan keyin wow, Martish Adamsga o'xshab qoldim deb o'yladim. Lekin menimcha qanaqadir vampirlar estetikasi ham bor bu obrazimizda. Voila. Ozgina rolga ham kirishib ketdim. Oyoq kiyimimizga kelsak, xuddi shunaqa stilda, aurasi ham xuddi shunaqa. Wow. Qalay qizlar, cho'tkimi? Hamma qizlar orzu qiladigan oyoq kiyim deb o'ylayman. Hop. Obrazimga mahliyo bo'lib qolib, eng muhim esimdan chiqib qolibdi detallar. Men bu narsalarsiz ko'chaga chiqa olmasam kerak deb hisoblayman. Va albatta sumkam ichida tintlarim, kushin va shunaqa vampirlar obrazini yarata oldim deb o'ylayman. Endi outfit check qilib olamiz va